Assalomu alaykum. Efirda UzEx xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda 2024-yil boshidan rangli metall birja bozorida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Dasturimiz avvalida UzEx birjasining barcha savdo platformalarida o'tkazilgan savdo natijalari va narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. Bu o'tgan haftadagi asosiy indikatorlar edi. Endilikda birja yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublika Prezidenti va hukumat qarorlari ijrosini ta'minlash doirasida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi Futures Industriyasi uyushmasi FIA xalqaro tashkilotiga to'liq huquqli a'zosi bo'ldi. Futures Industriyasi uyushmasi bilan hamkorlik doirasida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi uchun xorijiy hamkorlar bazasini kengaytirish va birjalararo aloqalarni mustahkamlash, jahon standartlariga javob beradigan birja savdo vositalari, derivativ bozorlari va kliring tizimlari rivojlantirishda yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Futures Industriyasi uyushmasi 1955-yilda New-York, AQShda tashkil topgan bo'lib, uning asosiy maqsadi global doirada samarali futures va derivativ bozorlarini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. FIA yangi shaffof derivativ bozorlarini qo'llab-quvvatlaydi hamda global futures industriyasi bo'yicha o'zaro fikr, g'oya va tajriba almashish uchun samarali maydon bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda dunyoning 300 dan ortiq yetakchi xalqaro derivativ birjalari, IT kompaniyalari va dasturiy mahsulot ta'minotchilari, kliring tashkilotlari, tijorat banklari, konsalting tashkilotlari, xalqaro brokerlik va investitsion kompaniyalari FIA a'zosi hisoblanadi. Biz birja bozorining alohida segmentiga o'tamiz. Xususan 2024-yilni rangli metall birja bozorini ko'rib chiqamiz. 2024-yilning rangli metallarning ichki birja savdolari orqali sotilish hajmi 122,3 ming tonnani tashkil etdi. Bu 2023-yilga nisbatan 13% ga ko'pdir. Rangli metallarni sotish tarkibidagi eng katta ulush katodli misga to'g'ri keldi. Uning ulushi 70% ni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda 24% bilan rux va 3% bilan mis o'rimasi egallagan. Qolgan rangli metallarning ulushi 2% dan kamdir. Birjada shakllangan bozor konjunkturasiga ko'ra, mis mahsuloti ichki bozordagi talab va taklifga asoslangan holda o'zgaruvchan dinamikani namoyon etdi. Xususan, o'tgan yil yanvar-aprel oylarida misning o'rtacha narxi 111 million so'mdan 137,3 million so'mgacha ko'tarildi. Bu ko'rib chiqilayotgan davr uchun eng yuqori ko'rsatkichdir. Shunga o'xshash o'zgaruvchanlik alyumin bozorida kuzatilmoqda. Yanvar-may oylarida alyumin narxi 1 tonna uchun 27 va 29 million so'mni tashkil etdi.
Keyin avgust va sentyabr oylarida narxlar 1 tonna uchun 28 millionga tushdi. Yil oxirida narxlar 1 tonna uchun 28,8 million so'm qilib belgilandi. Rangli metallni hududlarda birja orqali sotib olish hajmlariga ko'ra eng yirik bitimlar Toshkent va Toshkent viloyatida tuzilgan. Ularning ulushi umumiy 91% ni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda Samarqand viloyati 4% ulushi bilan. Andijon va Navoiy viloyatlarining ulushi mos ravishda 3 va 2% ni tashkil etdi. Qolgan viloyatlarning ulushi nisbatan past. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.